Oy beşim, oy. Toy töki işi hammaylarni xushal qiladigan katta ish. Longyin bozorida mushundaq katta ish. Xushalanarlik ish bo'lish oldida turadi. O'ginlikka 9-ayning 18-kuni kun to'y qilishga bop keladi. Bu kuni Janxuanxua bilan Wang Yaozu rasmiy to'y qilib Murat maqsadiga yetadi. Ay, nima qilsiz? Nima qilatdim? Yen falan apse. Bunda qismas bo'lmaydi. To'y qilishga bop keladi. Bu kuni Janxuanxua bilan Wang Yaozu rasmiy to'y qilib Murat maqsadiga yetadi. Barliq xulum qo'shlar to'yga daxil bo'lgaysizlar. Bu g'aydi qutuq kun. To'y qilishga bop keladi. Baqirma. Ey Wang Bigam. Siz shungizni 3-yangani erishni o'ylatdingiz-ku. Nima ishqa vaqirma deysiz? Baqirma. Bo'lmaydi. Sizni faqat tushunamadim-ku. Xato dedim. Baqirma. Nimani xato dedim? 3-yanga yenimga berib, menga mushundaq deyishni aytgan. U bularni menga birma-bir jikiligan. Jikiligan bo'lsa bo'lmaydi. Xato deding. Tagisi xato dedi. O'ginlikka Janxuanxua bilan Wang Yaozu hargiz to'y qilmaydi. Xulum qo'shnilar berib avar bo'lmanglar. Tagisi xato dedi. O'ginlikka Janxuanxua bilan Wang Yaozu hargiz to'y qilmaydi. Xulum qo'shnilar berib avar bo'lmanglar. Nimada faqira o'tdi? Tagisi xato dedi. Tagi. Mana gapni xato qilib, mana avarchilik topdim. Wang Yaozu, nimaga vaqiraysan? Jo'lianjang Jang Shuji. Wang Yaozu, qoq sayarda g'alati gaplarda vaqiraysiz-ku. Ya, men ishimda vaqirmadim. Siz boya Janxuanxua bilan to'y qilmaydigan bo'ldim deganda qildingiz-ku. Jang Shuji. Bu ishning jarayoni mundaq. Infoning qapsi men bilan to'y qilaman deydi. Men uni bala qo'ysam bo'lmas. O 3-yangining nima qilgani bu? Shu emasmi? U tazmi yo'qlan xiyolni qildi ekan. Yo'qlan xiyolda u. Endi vaqirmay, tez qaytib ket. Omonlikni buzdi deb qo'liga ilinib ketmay yana. Qaysi uyga qaytman? Turar joyingiz qaytsangiz bo'ladi. Ma'qul. Ma'qul. Mening turar joyim bor. Bu ota qizimning yuragi qopdek bor ekan. Yuragi qopdek bo'lmasa, uyimizdan ketadimi? Hay, ketib yaxshi qilgan, yaxshi qilgan. Agar hozirgacha bizga kelin bo'lgan bo'lsa, jafo tatib qoladi. Navada bong cho'qirq yetliq bo'lgan bo'lsa, texmi jafo tatadi. Men hech bilmadim. O zodi nimani o'ylaydiganda? Voy. Lilojan meni ep qalamdi, yo'q. Bir kirpaqachi. Voy, Wang Bigimga. Men kirib azroq choy ichib chiqsam bo'lamdi. Kirsa. Qani. Hey, Wang cho'qor.
Mening uyimga nima deb kelding? Beşimga kun tushdi. Diloshan, uyimizda bir qancha kun tursam bo'la? Ha? Van begim. Bo'lmaydi. Diloshan, hala bugungi kunga kelganda bundoq yuzsizlik qilib ketmoqchi. Ha. Nemeli bo'lsin, men sizning bo'g'isi ata kuyovlingiz. Shunaqa, ha? Siz ata qizingizga bek amroq. Menga azroq shafqat, shafoat qilib qo'ying. Mushundaq chog'larda, ha? Mening sizni izlab kelganim, sizni cho'ng bilginim. Bundan keyin qandaq ish bo'lsa, menga aytib deb qo'ysangiz, men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Dadisi, Van begimning hozir beshiga kun tushibdi. Yordam qilsizlar. Hey! Sen nimani bilasan? Bizning oilamiz qilning ustida turibsa, uni uyda turg'izdigan bo'lsak, bizni texmin nas bosmamdi. Hey, men qarang. Diloshan. U yerda turib kusur qilmam, ha? Anglab qo'ying. Men bugun sizning uyingizga kelganman, ha. Hech nega olmayman. Van begim, boya vaqirganlar qaraganda ota qizim bilan to'y qilmaydigan o'xshamamla. Albatta qilmayman-da. Men degan-chu, mard odam. O'zimning beshiga kun tushganda boshqalarni hargiz balo qo'ymayman. Mardkalla Van begim, rasli mardkalla. Diloshan, sizmi endi chibichi mard. Yo'q bırakın. Ma'qul. Mard bo'lay. Mana men sen bilan birga o'ltiryapman-ku. Diloshan, kim sizni men bilan birga o'tirsin debdi? Ha? Xotin, choy keltir. Ma'qul. Voy, men bu uyga choy ichman deb kirdim-ma, ha? Men sizga bir yotqidek joy beramdiki deb kelgan. Ha, yotqidek joy beramdiman. Ha? Demayman. Diloshan, bunchura bexillik ketmoqchimi, ha? deb qo'y. Men qarang, men mushu o'rindiqda o'ltiribmi, ha, mugdab xo'rakda atib uxlayverman. Dadisi, Van begimga uxlag'dak joy tepasizlar. Bo'pti. Mush yerda turg'in amsa. Omborda yot. Ya o'zim, mayli. Siz bir amal qilib, yangi bilan dingdonni qutqizasiz. Sizga yatliq bo'laman. Men tinchlik o'rni bilan dingdongning jinni tegishman. Ma'qul bo'lamsiz yo'q? Bir. 2. Ma'qul, qo'yib o'tay. Tez qo'yib o'tamiz-a. Kim o? Voy, ey. Telefonim apsi. Voy, qanaqangiz bu? Qo'rqishligim ko'p ketdi. Meni og'ingiz yo'qmi? Ems to'y qilaylik. Telefon apsi. Mening ko'nglimni tushunasizmi? Tushunasizmi siz? Siz mening ko'nglimni tushunmamsiz. Qandoq tushunmay ko'nglingizni? Ma'qul. Ems to'yni bekitdik-a?
Cansan aka, o'g'illikka Van Yazu bilan to'y qilman. Daxil bo'lib berasiz. Ma'qul, ma'qul. O'g'illikka Van Yazu bilan to'y qilman. To'yga daxil bo'lib berasiz. Ma'qul. Chopin beringlar. Uning rost tegibsiz. Rost bo'lmaychi. Hammalar beringlar. Balada. 3-yanga rost to'y qilamdigandi. Hozir to'y qilsa bo'ladimi? O'zingiz qilyapsiz jumon. Aroq olaman. Lilosha. Ha? Talatuzga chiqmas bo'lib oldingiz-ku. Ha, hozir jahon malaman bo'g'ashqa chiqishga petinammidim. Malaman deysiz-ku. Ozodlik armiya kelgandan keyin hamma joy xushallik uchunda. Hey, qalaymiqan so'zlamangchi-mi? Ma'qul, ma'qul. Qalaymiqan so'zlamang. Anladingizmi? Ha. 3-yanga Van Cho'qirga tegdi ekan. Mening bu ota qizim buning oqibatini faqat o'ylamayotdi. Qanday oqibatni? Hozir degan kompartiyaning zamoni. U Van Cho'qirga tegsa, xotirjam kun ko'ralami? Hey, bu gapingizdan qaraganda xudikingizga o'xshamamdi. Ha? Mening xudikim yo'q, xudikim yo'q. Xudikim yo'q, Juma. Hey, Liloshan. Ha? Haroq olmamsiz? Olmayman. Bo'ldi, olmayman. 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 Hey, to'xtab turing. Ha? Ma do'konning ijarasini berib o'tay. Elvelang. Nesi bo'lib tursin? Keyin bir gap bo'lsin. Nesi bo'lib tursin, ha? Hey. Hey Nata. Man. Senmidin ki oğlum? Aroq oldingizmi? Olmadim. Yo'q. Olmadim. Ha? Nimishqa? Nimishqa? Hey. Men endi bildim. Gap qilganda ehtiyot qilmasa bo'lmaydi ekan. Bo'lmasa odam og'izdan ketadi ekan. Ha. Beshig'i pitterilish degandimi? Bilolmasangiz bo'lmaydi. Ha. Bilaman. Anglasam, Van Cho'qir siznikida tur etibdi-ku. Shundaqmi? Bu Qo'rqmay, uni uyingizda turg'izib atamsiz-da, ha? Dimo. O o'z Van Cho'qir o'zi. Yo'q, men Van Cho'qir Sizning girdan obdan xabaringiz bor. To'mir eg'irmi, paxta eg'irmi? Ayirayapmamsiz? Shunimi ayirayapmamsiz? Ha. Albatta. Agar siz uning qarisiga ketishdan qo'rqmasangiz, men uyingizda to'rg'izayvering. Bu qanday o'qib qolgandamda. Dimchak, o'tira. Sağlaydigan gap bor. Pandimchak. Bizni akufkidek o'tayotganimizga necha 10 yil bo'ldi. Ozodlik armiya kelishi bilan nimandaq yuz o'risa deymasan? Ilgari bir gapni doim eg'izingdan tushirmaytding-ku. Qaysi gapni? Nima deytoq? Zamonga boqqan axir nima de? Axir o'zingda? Men sendan so'rayapman. Mendan so'rayapsan? Ha, zamonga boqqan nima de? Zamonga boqqan danishman. To'g'ri. Zamonga boqqan danishman. Hozir men ozodlik armiyaga tayanmay yana sana agasam bo'lamdi. Hey, ozodlik armiyaga tayansang, bundaq menimi yeningga tatamamsan ancha-muncha. Hey, ilgari, men nima ish qilsam, seni yenimga tatavatdim-ku.
Van begim, bu qitim seni tatib olamayman. O'ylab baqqi. Sen qandaq odam? Ha? Bilamsan, Liu yezisidagi Yuan Tutunbegini Julian Zhang bir pay o'g'lan etibdi. Yuan Tutunbegini Jo'lenjang etibdi-mi? Quruq gap bu. Kim quruq gap deydi? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ishonmasang, dingdangni so'rab boqmamsan. O'ylab baqqi. Sen Yuan Tutunbegidinmi zo'migar eding? Ko'nglingda san bo'lsin. Yuan Tutunbegi degan, Yuan Tutunbegi. Men degan, men. O aramliqmi-chu? Asli bak zolimdi. Necha odamni o'ldirgan. U keyligini faqat o'ylamagan ekan. Albatta, jajisini yeydi. Shunaqa. Qanday? Men azaldan odam o'ldirmagan. Odam o'ldirdingmi yo'q? Oqibating qandoq bo'ladi? Buni keyin ko'ramiz, daqiq. Bandimjek, to'xta tura. Seni birisi bu yerda qolgan odamda. Menga texnichi burun talaffuz gap qilyapsan? Yuzvanang meni nima deydiganini bilamsan? Ne dedi amaqla? Ucha meni sinfiy qarindishim deydi. Bilib qo'ygan. Men Ozodlik armiyaning sinfiy qarindishi. Sen to'g'riliq aytla deydigan bo'lsam, menga otkochilik qilamaysan. Ma'qul. Ish qilib sen menga otkochilik qilsangmi, bo'pti, men ko'tiray. Lekin sen menga ziyonkashlik qilmoqchisan. Baqchoqa, meni ziyonkashlik qilmasin desang, bundan keyin mening bo'ynimga minavamma. Her qandaq ishda mendan yo'l yo'riq so'ra. Mening ko'rsatmam bo'yicha ish qil, uqdingmi? Sizg'imdan chiqquchi bo'lma. Shunga unamsa? Bandimjek degan haramliq. Hey, sen meni menga xo'shamat qilamdiki deb o'ylab qolma. Men sendan qo'rqqan holati bu. Haddingdan ishib ketmayman deb qo'yay. Navadi meni shimga tegib, achchig'imni keltirdigan bo'lsang, hozirgi musha holatimda bu ikkimiz tushib qolsak, mendan foyda ola olishing natoyin. Alpozing yamanqi teqa. Ammo Yuan Tutunbegining kuniga qolasan, uqdingmi? Bo'ldi. Bundan keyin har ikkimiz o'z yo'limizga mangayli. Qaysimizning yomonligini qarab tur, keyin ko'rmas. Azad rayonda yaşan şekli, avamda zep yaktı, onun nur sekli. Haramlık! Dümcek! Hey! Bandimjek! To'xtab tura! Sana dediğin gipim mi? Gipim de tükümege! Bo'ldi. Yo'ldoshlar, Longyin bozorlik harbiy idora qilish komiteti qurildi. Men qo'shimcha mudirlikni o'tayman. Yo'ldosh Joyizi muavin mudirlikni o'taydi. Loyichun Sungjichang Wang Binglar buning a'zosi bo'ldi. Dingdang Yanglu Pallonglarni komitet xizmatiga qatnashishga taklif qilamiz. Keyinchi yana dehqonlar jamiyat quramiz. Yerlikdagi aktivlar buningga mas'ul bo'ladi. Pallo, nima gapingiz bor? Mas'ul degandikidan tuxumdikidanmi?
4네, 10, 5네, 10, 14네, 14, 40네, 40, 4네, 10. Kesilin barmı senin? Nimanı atigen geç çüşü devirsen. Ay, qalaymiqan gap qilma. Hozir ozodlik armiya kadrlari shimol talaffuzini so'zlaydi-ku. Men harbiy idora qilish komitetining kadri. Ularning talaffuzini o'rganmasam bo'lmaydi-da. Şimal telaffuz degen nima? Shimol talaffuzini bilmamsiz. Bu Beijing talaffuzi deganlik. Mening qulog'im g'ajab po'xyayman deganmandek çüşü degandek anlandı o. Ay, nima chishi dedim. Aniq anglamabsiz. 4ne, 10ne, 14ne, 40ne, çiş. Hazır mı çüşü dedin o? Bo'ldilar, siz qaqqosaq tursangiz. Yomey. Qarang, men bugun sizga siz eng omroq bo'lgan dori-darmonlik hozir akeldi. Bunu bana əpəmigininki bək uzun bo'lgan. İnqilobiy xizmat pek aldirash emasmi? Əmisi bugün inqilab tamaq yemdi. Ay, inqilob tamoq yemaydi. Yo'q. İnqilobchining bu yer tamoq yemaydi. Bu yer tamoq yeydi. Yomey, bugun sizga gazir apmadim. Yiliqi bugun Yaxşısı berib inqilobiy xizmatlarni qil. Asta. Hey, bu gazir pek tamlikan juma. Bu parpur buyumlarni raxt bilan yo'yib, ondan orsiq qog'oz qistirib qo'y. Ma'qul. Hey. Oilamizda eng pulga yaraydigani mana mush 3 narsa. Bu ikkisi So'ng sulolasining, bu Man sulolasining buvamdan tavalliq qolgan. Birisi 800 kumush tengaga yaraydi. Kim o? Men. Meni apu qilgin, Wang begim. Mening uyim endi sening saraying emas. Eng yaxshisi boshqa yerga berib yotqin. Diloshvan, men sizga pul beraman. Voy. Mushtobda pulim bo'lishidan ansirayotaman. Tez ketgin. Uni rastulli qondirmamla. Sen nimani bilading? Meni uning bilan jazo maydoniga birga borsin deb atamsan. Wang Cho'qir, Wang begim. Bu yerda yotganing nimasi? Diloshvan. Buni men sizdan so'rasam bo'la? Wang Cho'qir. Sen 3-chi yangi bilan asli to'y qilamsan? Qanda deysa? Bo'lmam dikka. 3-chi yangi bilan to'y qilsang, qat'iy bo'lmaydi juma. Nimaga asosan? Jo'lenjangning diginiga asosan.
men ishonmayman. Ha. Ishonmamsa, amsa to'y qilib baqa qani. Ha, antimcha degan haramliq. Ko'zini yo'g'on ichib qarab turjimi? Ma'qul qarab turay. Men hozir berib, Yinfoning opsi bilan ko'rishiman. Sen Qani, qanday qila olayding? Ha? Qaraysan bana, ha? Bu haramliq. Ko'ra olib ketginni tiqi. bu cho'qir. Onamsiz. Unayman. Turibli unab qapsizg'i. Pandim çektigen haramliq. Bana çıdıksız elem kılmadın ha. Yinfon apsi. Man qarang ha. Mening jiboganda ikkimiz bu to'yni bo'yli qilmaylik. Juma. Nimishqa? Boshqalarning kulgisiga qog'im yo'q. Ha. Hamma narsadan qo'rqib qoldim. To'ynimi siznikida qilsaq, mening qirg'in oldida yuzim tushib ketdi. Hozirgidek chog'da obro'y qo'g'lashma. Nimishqa? Menchu bu ömrümde obro'yni eng muhim bilaman. Ko'nilami odam yuz kerak, daraxtga qo'zaq debdikan. Endi to'yni qayerda qilamiz? Men bir amalni qilay. Nima deding? Texa mendan uy oriyat elib. Andin to'y qilamsan? Ha? Leojan, sizden ödününden bozun. Mening bu to'yni Yinfoning opsining o'yida faqatligim yo'q. U yerda qisam el jamoat oldida yuzim qolmaydi. Dadisi, bu ota qizimizning ishi sizlar ma'qul bo'lsizlar. Sen nimani bilading? Mama. Leojan, ha? Men Yinfoning opsi bilan to'y qilsam, ha? Sizmi, ha? Sizmi mening rasmiy ataq qeradan bo'lasiz, ha? Shunaqo. Buniki men qandaq ishni topshirsangiz, men jazman beja kelib turman-ku. Ma'qul. Emis uyga ijara to'laysan, Juma. Ma'qul. Ha, dega. Nech pul? 10 kumush tanga. Ma'qul. Ha? Cho'qir. Bugun ajab men bilan batalashmay qolding, ha? Bu degan to'y ish tursa, bak sehrlab ketsam qamlashmaydi. Unda qilsam odamgarchilikdan chiqib ketgan bo'lib qolamdi men. Cho'qir. Zaman o'zgaribdi, Juma. Mana endi senmi odamgarchilikni bilibsan, Juma. Qiziq gap qilgansiz, Lilojan. Men qachonmi odamgarchilikni bilmagan. Men qarang. Lilojan. Ha. 100 varın xotinni mana men qutqizib olgan. O? Jangdagi jang shujinimi mana men qutqizib olgan. Deganlarining hammasi rost. Voy. Sening bu gapingga kimmi ishini, ha? Tangri meni bakli qiynayotir. Men qilgan aslikning hammasiga haqishindiki. Qilgan yaxshiligimga nimishqa ishonmaydiganda deyman. Bo'ldi. Ko'p gap qilma, ha? Mening ko'ni uyimda odam turmog'ili uzun bo'ldi. Shu uyning ochqichini sana beray. Sen uyni pak-pakiz tozalab etgandan keyin ondan to'yini qilib olgin. Ha? Hey! Pulcho! Ha, mana. Sana bir, 2, 3, 4, 5. 3-nji. Siz mening shafqatchim. Bu mening ozg'ini ko'nglim. Qabul qiling. Jangshoji, men sizni bir tamada qutqizgan emas. Buni bilaman. Sizni obdan tushunaman.
Rahmat. Can Shuji. Ha? Men sizga bir ishni dey. Hey! Wang Chokur'ning to'y arig'ini ichish shundoq oson ekan, ha? Wang Chokur tutunbigi. Men pomishchik. Siz pomishchikning xotini, Samicho arvozi, apyun chikib, apyun xon oshqan, ozodlik armiyasini apyun tashlatqizish o'rniga olib ketdi. Voy, bo'ldi. Hey, bularning to'yi bilan nima munosabati bor? Ayting, biz zot borandiq bormandiq. Ish qilib, hozirgidek bundoq chog'da hech qaysing berishmaysan. Qaysing berishsang, pochig'ini cheqib etaman. Men borman. Mama boraman. Sen Anlasam, onun bilan to'y qildi ekansiz. O'ylab baqdingizmi? Bundan keyin qanday turmush kechirasiz? Unda xiraqni o'ylamayman Can Shuji. Men ayol kishi. Ilgir onunga dingdangni qutqizib olsangiz, sizga yatliq bo'laman degan. Lavzimda turmasam bo'lmaydi. Amdil ozod bo'lib, yangi turmush boshlandi. Siz onun bilan birga jafo chekishga, boshqalarning sizni ayblashiga rozimi? Rozi. 3-janga siz obdan o'yilmang. Siz Noyin bozorimizdagi eng obdan ayol. Nimishqa o'zingizni Wang Yongzuqla atib etasiz? Dagoy, har odamning o'ylig'ini biladi. 3-janga biz sizga ko'p so'zlamaylik. Ko'n jamiyat siz nurg'un jafo tortgan. Biz sizning yangi jamiyatda baxtga erishishingizni tilaymiz. Rahmat. Ey dadisi, ota qizimizning aytishicha, o sizlarga atab, sizlar amrab, cho'nshin arg'i, jo'nyon arg'i tayyorlab qo'yibdi. Dada, nima bo'ldi? sizlar bir ovoz angladinglarmi? Qandoq ovoz? Qo'zim o'ldirilyapti. Nasga, dadamning qo'zig'i o'ldirilyapti. Raskan, g'oldir qilib etibdi. Chata, qo'zig og'riyapti. Dadam tarat qiladi ekan. Kim tarat qiladi ekan? Dadamning qo'zig'i g'oldir qilyapti-da. Qaranglar, dadamning sho'lgaylari yiqib ketdi. Dadisi, ota qizimizchi to'yni davran sanmay, oddiy sodda boshqalarga to'ydirmay qilamiz dedi. Harbiy idora qilish ko'mchiliklar bilmaydi ekan. Voy, Asma, qo'rqib otamlar, pandimchak silni qo'rqitib o'tibdi-da. Hey. Kim meni pandimchak qo'rqitib yutibdi deydi? Ha? Yolg'on. Mening ota qizim to'y qilgandikin. Wang Chokur meni ota qaynota deydi-da. Men dodi bo'lgan turib, bunchalik yuzni qilmasam bo'lmas. Yana kelib, biz qiz tarafning odimi. Ularning to'yiga hech qaysimiz bormasak, sap turmamdi. Shunda. Ma'qul. Sizlar borimiz deb turib olgandiki, men dodi bo'lgan odam bormasam, sap turmamdi. To'xta. Mening bir shartim bor. Anlab turinglar. Bugun to'y arqi ishkili bor emas. İştahinglar saz bo'lsin, qo'saqni obdan to'yg'izinglar. Ata bizning uyda tamoq etilmasin. Ma'qul. Boşiroq gap qilinglar. Wang Bigim davran sanmayli, Julianjan xafa bo'lib qolmasin dedi. Wang Chokur rasl to'y qilibdi-da. Wang Bigim menga bugun to'y qilaman, davran sanmanglar dedi. Xo'chi,
Sen kirib, amal qilib uning qalamini bana ep chiqib bergin. Kiranglar, içi kiranglar. Qani, marhamat. Xapamsizlar, putlish ketib soqib qo'ydim. Xapamsizlar, ha? Yo'q, tomoshaga. Ya, bu içi kir. Marhamat. Dingdang. Vang begim, muborak bo'lsin. Yanglıyor qani. Yanglıyor rayonga ish bejirgil ketdi. Tomoshaga. Tomoshaga. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ha, mübarek olsun Mahmud'um, mübarek olsun. Rahmat. Mübarek olsun. Bo'ldi. Oy. Ata qapa. Hey, kapityanlar. Ber kapityanlar. Hey, şunu yap. Van cho'qir to'y qilib yetibdimi? Hozir 3-yangi bilan to'y qilib atidi. Cho'qir nesa, aksiyachil shovarning oyog'i chiqmay tursa, to'y qilganini. Shu emasmi? Siz uni ko'ranglab ketganini ko'midingiz. Elimi Luyin bozorining tutunbegidek g'odiyib ketibdi. O tap-tapmasda bizga qarshi chiqyapti. Rost bizga qarshi chiqyapti. Yo. Julanjon, meni birdan saqlab tursangiz. Nima bo'ldi? Hojatxonaga kirib chiqay. Siz bilmaysiz, hiliqil yillarda go'njum puli yiqqan chog'da meni qiynab ishtimimga siydirib atgan. Shunga kasal asar tiqagan. Chapsan kirib chiqa. Vang begim, boshlaymi? Ma'qul. Bo'shroq so'zlarsiz juma. Mehmonlar, yurtdoshlar, bugun Van Yavzo bilan Jan Xuanxuaning qutlug' to'yi. Hozir bu yangi er-xotinlarni oldiga taklif qilaylik. Hey, qani, kelinglar. Hey, Xuanxua, tez kelinglar. Bo'shroq. Boshlandik. Başlayalım. To'xtab turing, menda bir narsa bor. Mani. Boshlandik amsa. Hozir marosim boshlandi. Bo'shroq. Mashriqdan balqidi o'tqashdek shafaq, mag'ribdan keldi bir shafaqmi yana. Qo'sh shafaq bir yerga jam bo'lib hozir poyandoz ustida qilsin tantana. Osmon zaminga ta'zim. Bo'shroq deb tursin. Julianjon, sizmi? To'yga kelibsiz-da. Marhamat. Vayanzo, men to'yimdan foydalanib, hukumatning uqtirishini e'lon qilaman. Ma'qul. Julianjon, e'lon qilavering. Yurtdoshlar, hozir men Anjunaylik hukumatning uqtirishini e'lon qilaman. Anjunaylik xalq hukumati amonlikqa doir 6 belgilama e'lon qildi. Umuman, Gomindan hukumatida bo'lim darajalikdan, Gomindan harbiy qismida Lianjangdan, Gomindan saqchi idorasida ofitserdan yuqori vazifa o'taganlar. Juntongning ishpiyon va jandarmalari Gomindan hukumatida tutun begidan yuqori amal tutganlar umumyuzlik tizimlanadi. Tizimlatganlar tizimlash rayonidan xohlagancha ayrilishga bo'lmaydi. Yana bir o'qib beray. Umuman Gomindan hukumatida bo'lim darajalikdan, Gomindan harbiy qismida Lianjangdan, Gomindan saqchi idorasida ofitserdan yuqori vazifa o'taganlar. Juntongning ishpiyon jandarmalari Gomindan hukumatida tutun begidan yuqori amal tutganlar
umumyüzlük tizimlanadi. Tizimlatganlar tizimlash rayonidan xohlagancha ayrilishga bo'lmaydi. Voy yo'zo. Sen tutunbegi bo'lgan. Biz avval seni tizimlaymiz. Ma'qul. Ben tizimlay. Ma'qul. Tizimlay. Nilavshan. Men bu yerligingizni tamligan. Bulonglar, menglar. Qo'pollar deyman. Voy yo'zo. Bu nima qilgani? Norozi bo'lyapsan, ha? Yoksa haddim emas. Bu kalimim hazır tek bir odamda qandaqsiga buna qo'yib qolganda. Kimdan so'rayapsa? Buni o'zingdan so'ra. Mo'shan ana. Bo'lmasa harbiy idora qilish komitetiga berib bersin. Pandimcha birdan shumlik qilmaydir ha. Shu tapda men nima ish qilyapman? To'y qilyapman, to'y bu yerda. To'y? Qaysi to'yni qilyapsa? Qara. Bu yerda odam qolmadi. Jalyo, onun qalam bering. Xo'p. Uyga kirish, uyga tez kirish. Darvozani taqib et. Ajab tutganman. Dada! Men nima deb Van Cho'qurning to'y arig'ini ichman degandim men. Mana endi to'y arig'i ichmay turibla Julianjondan rosa dakkamni yedim. Shundoq osolishib o'zimni qo'yg'idek joy topolmadim. Yerga ketdim. Asta. Siz Nima bo'ldi? Sening kasabding. Sen bana kon uyni Van Cho'qurga ijaraga bering degan. Buni ozodlik armiya bilib qilib, tekshirib qolsa, oilamizdagilar uning qarisiga ketimiz. Bu qatim Van Cho'qurning shapqiga tegadigan bo'ldik-da. Bo'lmaydi. Saharda uning bilan ko'rishib, u uyni darhol qaytirib olaman. Undan keyin oilamizdagilar uning bilan zodila berish kelish qilmayli. Uqdingmi? uqdim. Hay. Hangi qilib turibsizlar? Kirib ketish. Kirib ketish deyman. Kirib ketinglar. Yomey. Baya Julianjon Jungtung qatnashganlar tizimlitdi dedim, ha? Yomey. Amsa tizimlatganlarni keyinchi etyutamdiganda. Men nedim bilay? Qandaq bo'lib ketdi?
个风雨如何？谈笑个风雨